Xullas vaziyatni bildingiz. Kechasi tungi klubda janjal qilgan. Ikkita bolaga tan jarohat yetkazgan. Majbur bo'ldim olib kelishga. Aka, hurmatingiz bor, lekin bu narsa yana qaytarilsa, yana ukangizni bu yurishi bo'ladigan bo'lsa, keyingi safar qonuniy chora ko'ramiz. Takrorlash kerak emas. Rahmat. Ukam uchun uzr so'rayman. Sog' bo'ling. Faqat nazoratga oling. Jamiyatga zarar yetkazish kerak emas. Xo'p bo'ladi. Mayli. Ho. Tush oldimga. Chugurma bosh. Voy ey. Qaq ketyapmiz aka. Sen bilan bir o'tirib kechasiga gaplashib olaylik. Bo'pti. Aka, kecha gaplashaman dedingiz. Svidaniya taklif qildingizmi meni? Tasavvur qil, mana shu shirinlik seni hayoting. Uni ikkiga bo'ldim. Uni bo'laklarini kimga sarflagan bo'larding? Voy, aka, o'zi bir sutga o'tirib chiqdim. Boshimni qotirmay, bilmadim. Kecha xuddi shu savolni onamga berdim. Bilasanmi nima deb javob berdilar? Nima ekan? Bittasini senga, bittasini ukangga dedilar. O'zlariga olib qolmadilar. Onam biz uchun yashab yuribdilar, ukam. Lekin sencha, o'tirishingni qara, sochingni qara. Kimga o'xshamoqchisan? Nima ahvol bu? Hayotingni qayodagi tungi klubga, qizlarga sarflab yuribsan. Shular arziydimi? Aka, yosh bola emasmiz-ku. Erkak kishimiz, ko'chada yuramiz. Xohlaganimizcha yashaylik. Xohlagancha degan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xohlaganingcha yasha. Bo'lar ekan-u. Bilganingni qil. Lekin esingdan chiqarma, bir kun emas bir kun o'lasan. O'sha o'lganingda yerni ostida xotirjam yotishni xohlaysanmi? Unaqa bo'lsa hozir yer ustida ham tinch yur. Tushundingmi? Endi tushundim. Uzr aka. Ol shirinligini ye. Aka, shu yerda yemaylik. Nimaga? Uyga borib onam bilan yeylik. Ketdik.